Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Mening ismim Jumuqo'ziyeva Sarvinoz. Men Qo'qon universiteti xorijiy til fakultetining 3-bosqich talabasiman. Fanimizning nomi elektron ta'lim resurslari. Learning Apps haqida qisqacha qo'llanmaga xush kelibsiz. Learning Apps bu People onlayn platforma bo'lib, o'qituvchilar va o'quvchilar uchun interaktiv o'quv mashg'ulotlarini yaratish, ulashish va foydalanish imkonini beradi. Platformaning asosiy maqsadi ta'limni interaktiv, qiziqarli va oson qabul qilinadigan tarzda tashkil etishdir. Platformaning asosiy funksiyalari. Learning Apps platformasida siz quyidagi turlar bo'yicha interaktiv topshiriqlar tayyorlashingiz mumkin. Testlar, variantli savollar, juftliklar bilan ishlash, tushuncha va ta'rifni ulashish, to'g'ri va noto'g'ri javoblarni ajratish, bo'sh joylarni to'ldirish, audio, video asosida savollar, xronologik tartibga solish, krossvordlar, xarita yoki rasm ustida ishlash, dialog tuzish. Qanday ro'yxatdan o'tiladi? Birinchi qadam. Silka orqali saytga kiring. Ikkinchi qadam. O'z akkauntingizni yaratish uchun ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Uchinchi qadam. Email, foydalanuvchi nomi va parolni kiriting. To'rtinchi qadam. Bosh sahifaga kirganingizdan so'ng yangi apps yaratish bo'limiga o'ting. Beshinchi qadam. Kerakli interaktiv topshiriq turini tanlang. Oltinchi qadam. Matn, savol, rasm yoki audio-video fayllarni kiriting. Yettinchi qadam. Tayyor bo'lgach uni sinab ko'ring va o'quvchilarga havolasini yuboring. Ta'limda qo'llanishi. Learning Apps yordamida dars yoki mustaqil mashg'ulotda yangi mavzuni mustahkamlash, imtihonlarga tayyorgarlik, so'z boyligini oshirish, eshitish, o'qitish ko'nikmalarini rivojlantirish, ko'rgazmali ta'lim materiallarini yaratish mumkin. Afzalliklari. Bepul foydalanish, barcha imkoniyatlar ochiq va bepul. Interaktiv o'quvchi faol ishtirok etadi, zerikmaydi. Tez va oson yaratiladi. Texnik bilim talab qilinmaydi. Turli fanlar uchun mos: matematika, ingliz tili, tarix, biologiya va boshqalar. Multimedia imkoniyatlari: audio, video, rasmlar, topshiriqlar yaratish mumkin. O'qituvchilar uchun tayyor andozalar mavjud. Andozani tanlab, ustiga moslab topshiriq yaratish mumkin. Kamchiliklari: internet aloqasi kerak bo'ladi. Ba'zi topshiriqlar faqat kompyuterdan qulay bajariladi. Platforma asosan xorijiy tilda, ammo qulay interfeys mavjud. Learning Apps haqida qisqacha ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur.